Yaxshi, tabriklayman. 100%. 100% kasallikdan qutulibdi. Bugun mana 3-marotaba uzida apparatlarga soldik. Sirroz yo'q, garantiya. Yaxshi hamma narsasi. Ana ko'zim umuman gapirolmay qoldi. Bu mendan ham battar tushkunlikda bola. Zo'r, xavotir qilmanglar, taloqlari yaxshi, portalni venalar joyiga tushgan, qizilo'ngachlari toza, qornida suvi yo'q, o'pkasida suvi yo'q, yurak ishlashlari yaxshi, buyraklari toza. Hamma narsasi zo'r. Xudo xolasa 18 yosh qizdek bo'lib qolgan. Yaxshi. Xavotir qilmanglar, men o'zim qarab turaman. Sog' bo'linglar. O'ylamang, yaxshi bo'lib ketadi. Shundoq ham zo'r. Ko'rgan odam sirroz demaydi. Yaxshi. Familiyalaring ham bir xil bolalarniki bilan. Omidov biznikilar. Omidov familiyalari. Yaxshi. Familiyamiz bir xil adashasizlar. Yaxshi. Bo'pti, bolam, gaplashamiz. O'zim qaytaraman. Bizni bolalarimiz ham yaxshi. Ko'zim tilaylanmay qolyapti. Gapirmayaptimi, ko'ryapti. Dod deb yig'ladi, dod deb yig'ladi. Yaxshi, zo'r. Boshqa bunaqa kasalliklarni ko'rmanglar, xudo xohlasa. Bu bola hozir qayerda ishlayapti? Koreyada ishlayapti. Hamma qog'ozlari top-toza. Ayol tayyorlari toza. Anadim chiqmadimi yo virus? Yo'q, chiqdi. Hozir ko'rsataman. Yo'q, virus javob hali beri chiqmaydi. Ketdi. Mana. Sizga yana yaxshi bo'lganingizni isboti. Kreatinin, buyrak ishlashi, mochvina, qondagi peshob miqdori, hammasi normada. Albuminingiz mana 40 Birinchi kelganingizda 30 chiqqan. Ko'rasizmi, 68 oqsilingiz. Sizni taningizda oqsil almashinuvi yaxshi bo'lgan, ya'ni jigaringiz 100% ishlayapti hozir. Shu. Keyingisi, mana bu yuragingiz tekshirganimizda ozroq quvvatsizlanish ko'rsatgan, hammada bor. Bu sizni asosiy sirroz kasalligiga aloqasi yo'q buni. O'zimiz uchun ko'rdik, Sizda hozir mana sirroz yo'q, ya'ni ko'rsatkichingiz 8-6 ko'rsatgan. Kompyuterdan xuddi shunaqa narsa. Mana bu kompyuter plyonkasiga ham yozyapti. Difuzniy изменение parenximiya pecheni deyapti. Ya'ni surunkali gepatitga xos bo'lgan belgi deb ko'rsatyapti. Boshqa narsa yo'q. O't qopingizda hamma narsa yaxshi. Ozginchagina o't yo'llari bugra, qayrilgan, xolos, u hammada bor. 90% odamda bor u. Endi manba B bilan D ning javobi endi chiqadi. Общий qoningiz juda yaxshi ko'rsatkich. Yaqinda gripp shamollash bo'lib o'tgansiz. Allergik foningiz bor ozroq. Bor allergiyam. Xo'p, gemoglobiningiz 150 ekan. Qoningiz quyuqligi hisobiga ham 122 edi, 150 bo'libdimi? Kelgan qoningizdagi xo'p, qanaqa qon suyuq quyuqligi, ivuvchanlikka javob beradigan trombosit degan modda bo'ladi. Jigar surunkali kasalliklarda shu kamayib ketadi. Sizda bu ko'rsatkich normativ holatga o'tgan. 174 ga chiqqan. Mana qilgan mehnatimizning javobida konkret zo'r bo'lgan. Hamma narsa yaxshi. 18 yoshli qiz deysiz. Soppa sog'siz. Hamma narsani unuting. BDingiz ham, sirrozingiz ham yo'q sizda unaqa narsa. Gapiravering, nima gap? Shaxsiy gap kelgan. Mayli bo'pti.